Assalamu alaikum. Ben Hidayetullah Oğuzhan. Özüm Şərqi Türkistan'ın Qashqar vilayetinden. Menin Şərqi Türkistan'da faqatla anam, 4 singlim, bir inim var. Başka bütün tuqqanlarım mı Şərqi Türkistan'da hayat. Ama lekin ahirki 2 yıl jarayonida men anam bilen, singillerim bilen, başka hiç qanday tuqqanlarım bilen hiç qanday aloqa, irtibat qilolmayapman. Ola hayat mı, turmudu mu, Xitayning Nazi kamplarida so'lniq holatda turib bunu men hiç haber alamadım. Başka Şərqi Türkistan'daki 3 milyon Nazi kamplarida turayotgan qarindoshlarimiz bilan o'xshash bir oqibatda bo'layotganligidan endişem var. Onun için bütün Şərqi Türkistan xalqininki özlerininki tuqqanlari, yaqinlari, ota-onalarininki Xitoyninki kampida bo'lgan bo'lsa veya tutilgan bo'lsa, shunday guvohlik berib, Xitoyning jinoyatini dunyo xalq ommasiga pash qilishini umid qilaman. Men anam bilan ko'rishamedim. Singillerim bilan ko'rishamedim. Anam nerede, singillerim nerede, nima ahvolda bilmayapman, qattiq qayg'uryapman.